aziz yurtdoshlar, 24-dekabr ikkinchi reysimiz, yana ikkita reysim bor. Hozir birin ketin, birin qo'yib o'raman. Mana soatim, yangi soat taqdim, bir klientim olib tashlang, o'zingiznikini taqing deydi. Klientlarim soatimgacha qaraydi meni. Durdan rahmat, o'zing ham olmasan. Ishonarlimi? Ishonarli, foiz. 2 kundan beri jarilayapti dedingiz. Men unda qilaman, bunda qilaman. Er-xotin olgan joyda ketyapsizmi? Tavsiya qilsa arziydimi? Yolg'on yo'qmi? Yolg'on yo'q. Muomala bormi? Bor. Kamchilik? Yo'q. Tak. Nechta joy zakaz qildingiz? Zakazingiz aytilgandaymi? Tavsiya qilsa arziydimi? Yaxshi, rahmat. Yolg'on yo'qmi? Yolg'on bo'lsa TikTokga yozmanglar, WhatsAppga yozinglar. Hazil nima deysiz? Ishonarlimi? Ketyapsizmi? Men olib beraman, tushib qoldi. Ishonarlimi? Ovqat yedingizmi? Nima ovozingiz chiqmayapti? Siz qandaysiz? Yaxshi ketyapsizmi? Nega? Ishonarlimi? Tavsiya qilsa arziydimi? Nuqul gapirmaydigini. Bir hayda boring. Cho'chitib yordimmi? Yo'q, TikTokda aka. Mana bu yerda hamma ovqat yemagan ochlar ekan, ovoz chiqmayapti-da. Baland gapirib yuboring, ishonarlimi? Zo'r, ishonarli, yaxshi. Tavsiya qilsa arziydimi? Arziydi. Muomala qanday? Zo'r. Kamchilik bo'lsa TikTokda yozmanglar, WhatsAppimga, o'zimga yakkalikka. Ovozni olib qo'yasizmi? Gapirmay qo'yaveraylik. Yo'q, hazillashaman-da. Yozaveradi. TikTokda ham har kuni seni videoing kimga kerak, jarillab chiqasan deb yozadi. Ko'rma deyman men ham. Ishonarlimi? Zo'r. Tavsiya qilsa arziydimi? Albatta. Bapesh Tojikiston. Bapesh Tojikiston. Aha. As-sag'ira. As-sag'ira. 100% deb qo'yib gapiravering. Yolg'on yo'qmi? Yo'q. Tavsiya qilsa arziydimi? Rahmat shularga. Hammasi zo'r. Tojikcha gapiringlar. Hammasi so'za, 100%. Amma taklif mekuning. Tavsiya eting. Nomer profilda deganda ayting. Nomer dar profilda. Apa Dinara. Apa Dinara. Rahmat. Nima deysiz? Sardar kecha qolib ketdingiz. Tavsiya qilishga arziydi. Men 3 yildan beri borib Siz kelaman. TikTokga aloqangiz yo'q-ku sizni? Qanchadan beri? 3 yildan beri borib kelaman. Xudo xolasa hammasi zo'r. Albatta parod olmadik. Bo'lmaysizlar. Farod, Xudoyim sog'likni berib turibdimi? Bironta inson parod bo'lmaydi. Muzaffar aka. Ketyapsizmi? TikTokdagilar ko'payyapti-da, faqat meni videomga o'xshab chiqarayotganlar. Gapiring. Hammasi yaxshi. Tavsiya qilsa arziydimi? Islom aka, pul bo'ldimi, tugadimi hisob kitob? Mayli, islom bo'lib keldingiz, siz ham islom sherigingiz. Bekinmang, foydasi yo'q. Oching. Nimaga? Ishonarlimi? Yolg'on yo'qmi? Islomning o'zi qani? Nima deysiz? Yaxshi, zo'r. Ishonarlimi? Ishonarli, yaxshi. Yolg'on yo'qmi? Yo'q. Anchadan beri taniysiz-ku, meni. Nima deysiz?